Ocharchilik davrida osh eng katta ehson. Ocharchilik davrida. Hozir ocharchilik zamon emas. Hozir to'qlikdan ham o'tib ketdik biz. Hozir endi osh ehson emas endi hozir. Ehson pulni olib kelib qo'liga berish haqiqiy, yetim, qiynalgan, kambag'al, kasal, doriga puli yo'q, beva, kontraktga pul to'lanmayotgan, qishga ko'mir ololmayotgan, taydan suv o'tadigan sapoyni kiyib yurgan, shunga olib kelib, "Mana $2000 mana $3000 mana ehson." Bari to'q hojdada, to'q domlalarga chaqirib yediravermaydi. Siz yedirayotgan hojdada domlalarni ko'ring. Shulardan bittasi mana qorin chiqyapti. Bizga yedirasizmi? Voshim yedirmaydi. Uyda esa hammasi. Lekin asosiy nuqta joy qolib ketyapti. Yetim, qiynalgan, beva, kambag'al bola, 4 ta bolasi bilan bir oyda 4 million oylik oladi. Nimaga yetkazsin bu? Mana savol sizlarga. Qaqa yetkazsin 4 million pulni, 5 million pulni. Qaqa yetkazadi bu bechora bola. Ba'zi xotini bor, dadasi bor, onasi bor, 4 ta bolasi bor, 8 ta odamga, 7 ta odamga 4 million nimaga yetishi mumkin? Ha, uni endi biz 4 million emas, 40 million topadigan hojdadani, 20 million, 30 million, 100 million topadigan hojakani, qorakani chaqirib yedirish bu xato emasmi bu? Bu xatoki bu. Qachongacha yuriladi bu narsa? To'xtatinglar, dasmon solib, ehson qilishni to'xtatinglar. Nikoh to'yi bor, xo'p. Aqiqa bor, xo'p. Qolgani shariatda yo'q. Mana zapis bor. Xohlagan domlangizga olib boring. Xudo uchun gapirsin to'g'risi. Noto'g'risi isbot dalil topib bersin. Mana 3 ga dalil bor. O'lganga 3 ehson, payshanba ehson, yo 20 ehson, yo 40 ehsonga mana dalilni topib bersin-chi. Xo'p, dalil bor, topib berdi yani. Gazdan yittirib, bu jinni, u beodob u. U madaniyatsiz u. Tortinchoq odamda esa lo'qmisan deb tortinchoq bo'ladi. Islomiy go'zalligi shu joyda. Kayfiyatdan tushirgan bo'lsa uzr so'ramayman, sababi uzr so'raydigan emas. Yeni gapirish kerakda, yutuqlar cho'ntagimizda naqd pulimiz. Tanqid kelajak mevasi deydi. Tanqidiy tomonimizni ko'proq